Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Andijon Jahon bozoridamiz. Batdagi narxlarni, dastavkalarini hamkorlik qilaman siz ham zo'r narsalar topib qo'ydik. Yumshoq mebel bo'ladi, shkaflar bo'ladi, detskilar bo'ladi, o'yinchoqlar bo'ladi. Ko'rib turgan shohona mebellar bo'ladi onaxonlarga ham. Qisqasi, obzorni Sirojiddin ukamiz chiroyli qilib olib boradi. Kommentariya, layklar bilan podдержка qilib turasizlar. Sirojiddin, ketdik. So'rilar ham bo'ladi, ketdik. Mebelim shohona bo'lsin. 3 yildan 5 yilgacha cho'kib qolmasligiga garantiya berilgan bo'lsin. Materiallari sasnadan, pishig'idan, dispidan bo'lsin deganlar akalarimizga hozir shohona mebelga kelganman. Akamiz hozir bir boshdan narxlarini, garantiyalarini o'zlari tushuntirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisizlar? Bizga aka shohona mebellarimizni turlarini, narxlarini, garantiyalarini tushuntirib o'ting. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu shohona mebelimiz aka, ichlari sasna samirezdan bo'ladi. Pampers prujina 22 plotniy machalkalardan bo'ladi. Materiallari turetskiy moshi material aka. Moshi bo'ladi. Buni kelgan oyoqlari ham mana divaynoy 4 talik bo'ladi. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari ham katta bozor bo'yicha. Bularimiz yangilik model. Manellarida ham e'tibor alohida olib o'tasizlar. Bularimiz keyin bu yerda yana boshqacha alohida yangi modellarimiz bor. Bularga 3 yildan 5 yilgacha garantiya. 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bor. Cho'kimaydi xudo xolasa. Agar 3 yil bilan 5 yil mobaynida ichida cho'kib qoladigan bo'lsa, ishni yangi qo'yib beramiz. Monolarni o'zi yertib, kuydirib netib olsa bo'ldi. Mono materiallari ham, kraskalari ham turetskiy. Bular ham rangi o'chib, Mo'lari ham MDF. MDF. Bular ham ancha-munchaga sinadigan narsa emas. Bularni ham bir qator ko'rsatib o'tsak. Stolimiz alohidami aka? Ha, stolimiz alohida. Stoli ham kalyonniy ayna 200 kilogacha ko'taraveradi. 200 kilogacha. Ha, ustiga chiqib mana. Ko'rsatib beradi. Videolar ham bo'laveradi. Yana bitta odam chiqsa ham bo'laveradi. 200 kilogacha garantiyasi bor stolimizni ham. Zo'r aka. Bunisini necha pul qilib beramiz bo'ladigani, bunisini necha pul qilib beramiz? Optim 8 million so'm beryapmiz. 8 million. Aha. Bularni 8,5 million so'm beryapmiz. 8,5 million, ha? Keyingi modelimiz, bularimiz 8 million 800 ming so'mdan Optim magazinlarga chiqaryapmiz. Optim magazinlar. Mana bu modellarimizni 7 million 700 ming so'mdan chiqaryapmiz. Aka, shu aytayotgan narxlaringiz ichida O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichidami? Yo'q, aka, O'zbekiston bo'ylab emas, Andijon bo'ylab dastavkasini yetkazib beramiz. Mana shu aytayotgan narximiz ichida, mana shu 7 million 700 ming ichida Andijon bo'ylab yetkazib beramiz. Agar Toshkent, Voha, u yerlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda telefon qilishsa, yukini tayyor bo'lgan holatda shunday upakovka qilib shopirga chiqib gaplashamiz, kelishtirib turib chiqarib yuboramiz. Dastavkalarni ham doimiy ishlashadi, arzon qilib chiqarib berishadi, xudo xolasa. Faqat alohida bo'ladi dastavkasi, to'g'ri tushunasizlar. Bu yerda Optim arzon sotiladi. Bu hammasi modellarimiz ham aytilgan narxlari Andijon shahri bo'ylab dastavkasi bepul. Dastavkasi bepul. Qolgan Toshkent, Namangan, Andijon, Voha tomonlarga alohida kelishilgan holatda. Aka, ustanovkalari qanaqa bo'ladi? Qiyin emasmi, muammo bo'lmaydi? Aka, ustanovkasi bo'yicha odamlar muammo qilmasin. Domlarga ham kerak bo'lsa o'zimiz olib kelib beramiz. Shunday sig'magan xonasiga asosiy divan sig'may qoladi. Divanni shunday orqasi spinkasi yechiladi. Spinkasini yechib turib, domga olib kirgan holatda keyin yana qaytarib o'zimiz yig'ib beramiz aka. Domlarga ham muammo bo'lmaydi. Domlarga ham muammosi yo'q. Agar hovli bo'ladigan bo'lsa ham eshigi kichkina eshiklari bor-da, 60, 50, 70 ta eshiklari bor. Ashaqalardan bo'lsa ham sig'may qolsa, shunday o'zimiz olib kelib ustanovkasini qilib beramiz. U yoqdan ham muammo bo'lmasin aka. Aloqaga chiqib, modelini tanlab, razmerini aytsa holatasi bor. Keyin Optim magazinga deydigan bo'lsa, aytilgan narxdan yana kelishib qolsak, ozgina o'tib beradigan joyi bor. Optimchilar bilan ham ishlayveradi. Optimchilarga, magazinchilarga. Bular ham bu alohida bunisi. Mana bu shu ikkita kreslo, bitta divan, bitta xona bo'ladi, bir komplektda. Bu yerda hozir 2 komplekt model turibdi. Asini hisobiga ikkita stol. Bu alohida bir komplet, bu alohida bir komplet. Bularning materiali oyoqlari MDF aka. Bular ham ancha-munchaga sinadigan narsa emas mana. Mana uni keyin orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Orqalari ham ponning o'zini materiallari, bo'z, qora material emas. Xunuk emas. Orqasi ko'rinib tursa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Zalda o'rtasiga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Xohlagan joyiga qo'ysa bo'ladi. Orqalari ham ponni DP. Ichlariga ham garantiya bor. Zo'r. Garantiyalari bor. Yaxshi nimalardan ishlatgan ekanlar. Xudo xolasa. O'zlarining nimalari, joylari, nomerlari bor, sexlaringiz bor. Seximiz bor. Hamma yo'q. Nimada? Bugun bor, ertaga yo'q odam emas. Ancha yildan beri shug'ullanamiz. Necha yil bo'ldi aka boshlagan? 8 yil mobayndan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. Asosiy akalarimiz shug'ullanardi. Endi biz 2 yil mobayndan beri bozorga chiqib biz o'zimiz endi yurgizyapmiz shuni. Biz o'zimiz 3-4 yildan beri, 5-6 yildan beri bu mebelni o'zimiz chiqaramiz. Asli ustamiz. Bozorni rivojlantiryapmiz endi o'zimiz. Zo'r.
Akalar eslatib o'tamiz, biz Jahon bozorida biz qanaqa qilib oson topib olsa bo'ladi Jahon bozoriga kelsa? Jahon bozoriga kelib, shunday So'ri bozoriga tushsa, Baxtiyor Hoji akaning joyi desa, yo bo'lmasa Akramjon desa, asosiy Baxtiyor Hoji akaning joyi desa, oson topish bo'ladi aka. Bizning joyimiz shu yerda bo'ladi. Shunday Tilla bozordan kirgandan keyin ikkinchi joy bizniki mana shu yer. Nomerlarni ham qoldiraman, Instagramlari bor ekan, Instagramlarni ham qoldirib qo'yaman. Bemalol nomerlarga ham, Instagram, Telegramga ham murojaat qilsalaring bo'ladi. Aka, yana qanaqa xizmatlar ko'rsatamiz? Bu shohona mebellardan tashqari. Shohona mebellar. Bu yerda hozir faqat divan kreslo holasi turibdi. Keyin ugoloyli varianti ham bor. Ugoloyli varianti standart 2,5 ga 3,5 bo'ladi. 4 ta tumbasi bo'ladi, 6 ta yostig'i bo'ladi. Keyin odamlar haligi uyim razmerim katta, razmerim yo'q deydiganlarga ham razmerdan muammo qilishmasin. 10 metr desa 10 metr, 15 metr desa 15 metr qilib beraveramiz razmeriga qarab. Asli o'zi standart 2,5 ga 3,5 bo'ladi. Razmeri qancha katta ish keraksa katta bo'ladi, kichik keraksa kichaytirib ham beraveramiz. Modelni tanlaydi. Modelni tanlaydi. Modellaridan ham, gullardan ham bir 10 xil, 15 xili bor, har xili bor. Bu yerda hozir 3-4 xili turibdi xolos. Agar ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha murojaat qilsa, yo'q bo'lmasa shunday sexga kelsa, har xil obrazlar bor, ko'rsatamiz. Yoqqan modeldan tanlasa, divan kreslosi desa, divan kreslosi, bo'lmasa ugologi desa, ugologini chiqarib beramiz. Telefon qilsa, Telegramdan tashlab beramiz. Bo'ldi, u yoqdan muammo yo'q. Zo'r. O'sha ana ugaloy variant deyapsiz-ku. Bu ham shohona mebel. Ha, u ham shohona mebel. Mash holatda, bunday G holatda bo'ladi. U ham xijolat qilmaydigan bo'ladi. U yoqqa ham xudo xohlasa uyda o'rtada zalda o'rtasida, ha, ashlari uyda ko'rki bo'lib turadigan bo'ladi. O'rtasida narsa bo'ladi. 50% displey, 50% sasni ishlatiladi ugaloylarga ham asosiy. Ichlari pampers, purjina bo'ladi. Bularni ham aytib o'tdik. Bularga ham xudo xohlasa garantiya beramiz. Cho'kmasligiga garantiya. Ha, hamma yo'g'iga garantiya. Keyin machalkalari ham 22 pilotning machalkalarimizdan xudo xohlasa. Yostiqlari ham. Ha, yostiqlari ham 3 ta yostiq bo'ladi. Agar xohlovchilar bor, divan kresloda tumbasi yo'qmi deyishadi. Divan kreslodagida bo'lmaydi, ugolodagida bo'ladi. Divan kresloga ham tumba qo'shib bersin deydigan bo'lsa, rasxotini o'zi 150 ming so'm bo'ladi. Oldiga nechta desa qo'shib beraveramiz. Bu yoqdan ham muammosi yo'q. Ha, bittasi 150 ming bo'ladi. Nechta desa qo'shib beraveramiz. Bu yoqdan ham muammosi yo'q. Xo'p, do'stlar, pastga nomerlar qoldirdim. Shohona mebel oqtarib yurgan, qanaqa model qilsamikin deb o'ylanib yurgan mebel olmoqchi do'stlarimga bu videoda albatta jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib, kommentariyada shohona mebel olgan yaxshimi, oddiy mebelmi yo tanlab turib zakaz berib yasattirgan yaxshimi? Albatta yozib qoldiringlar. Akamiz kommentariyaga javob beradilar. Akamiz mutaxassis, foydasi tegadi, xudo xolasa.